aslida men bekorga masalan qanchalik zerikarli bo'lmasin, o'sha boshidan boshlab kelmadim. Musulmon ayol feminist bo'lmaydi degani, musulmonchilikda ayollar masalasi yo'q degani emas. Ya'ni umuman feminizm degan konstruktni islomga olib kelib bo'lmaydi. Chunki islom bu monoteistik din va u yerdagi asosiy subyekt Alloh taolo hisoblanadi. Shuning uchun ham ya'ni musulmonlarni qulog'iga og'ir botadigan narsa o'sha feminizm degan tushuncha. Ya'ni siz uni xohlasangiz ham umuman ekzistensial islomga olib kira olmaysiz. Chunki islom vujudga kelgan paytda umuman boshqa davr edi, boshqa paradigma edi. Ya'ni u paytda premodern davr edi. U paytda umuman feminizm va ayollarga siyosiy huquqlar berish degan masalaning o'zi yo'q edi. Chunki erkakning ham o'zi siyosiy subyekt emas edi. Siyosiy subyekt Xudo edi. Hozir ham islomda Xudo hisoblanadi. Ha, ya'ni ayol ham erkak ham teng edi, chunki ikkalasi ham siyosiy subyekt emas edi demoqchi. Endi modern davriga kelib aytdiki, masalan,